30 yillik ginekolog opamni aprel oyicha qabullari mutlaqo bepul bo'ladi. Faqat kolkoskopiya amaliyotiga kelgan opa-singillarimizga va pap testdan o'tganlar uchun. Albatta. Kolkoskopiya nima imkoniyat beradi-yu, pap testimiz nima imkoniyat beradi? Kolposkopiya bilan pap testimiz o'nta nazoratga kiradi. Onkologik nazorat, ya'ni bachadon bo'ynidan saratonini erta aniqlash va oldini olish usuli. Ana. Pap testi 1 yilda bir hamma ayollar o'tishi kerak. Ana. Kolposkopiya ham 1 yilda bir qilinadi. Ana, mabodo sizda shu bachadoningizda ko'ngilsiz holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, 30 yillik vrach, moskovskiy vrachimiz, Gunoz opam, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Opam oldilariga kelinglar, aprel oyicha qabullari bepul bo'ladi. Faqat kolkoskopiya va pap testdan o'tsangiz bo'ldi, o'rtoqlar. Bu imkoniyatni hamma yurtdoshlarimizga tarqatinglar. Opa-singillarimiz qabulga yozilib kelasizlar. Faqat o'chirib olasizlar. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki pastdagi tugmani bosing. Gulnoz opani qabullarga yozib qo'yinglar desanglar, qabulga yozib qo'yishadi. Falon kuni boraman deb o'zingizlar bilib kelaverasizlar, o'rtoqlar. Ish soatimiz 9 dan 6 gacha. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling, Navro'zbek, tan joni sog' bo'lsin.